Assalomu alaykum ko'pchilik. Uyg'ur usuli darsxonamizga xush keldingiz. Bugungi tunji xitimliq darsimizda oldi bilan badanni qandoq tutish, qo'lning shakli, beg'ish aylantirish, qo'l va putning bir necha turaqlari bilan tanishib o'tamiz. Qizlarning usul harakatidagi asosli qo'l shaklini chashma qo'l deb ataymiz. Bosh barmoq alqanning oldiga keldi. Boshqa barmoqlar chechilgan holatda egilib turdi. Bu xil tuz turgan holatni tuz chashma. Barmoqlarning uchi ustiga qarasa tik chashma. Tövanga qarasa tövan chashma deb ataymiz. Uyg'ur an'anaviy usulimizda qizlarning qo'l harakati cho'qim yumshoq, barmoqlar egilishchan bo'lishi kerak. Avrishim yumron qo'l harakati Uyg'ur usulida kam bo'lsa bo'lmaydigan go'zal estetikning biridir. Qo'l harakatining elastikligini oshirish uchun chashma qo'l harakatini mushg'ul usulda mashq qilib bering. Qizlar usuli o'ynaganda eng avval badanning holatiga diqqat qilishimiz kerak. Buningdagi talab qo'rsoq bilan sag'rini ichiga tortib, butun badanni yuqib ko'taramiz. Gavda ichilib, ingak ozroq ko'tarildi. Bu xil holatda harakat jonliq ham tetik ko'rindi. Bugun biz bir necha xil qo'lning turaqlari bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi etak ko'tarish, ham etak qo'l deb ataladi. Gavdani oldiga sal egib turib, barmoqlarimizning uchi bilan ko'ynakning etikini ko'taramiz. Ikkinchisi qanot qo'l. Ikki qo'lni mirining egiziga ko'tarib, qanot shaklida keng ochamiz. Alqonlar sirtqa qaraydi. Uchinchisi barang qo'l. Ikki qo'l boshning ustiga ko'tarildi. Alqonlar ustiga qaraydi. Bir qo'l ko'krakning oldiga tushidi. Bu xil holatni biz yerim barang, yerim guldasta deb ataymiz. Beshinchisi guldasta. Ustidagi barang qo'lni ingakning ostiga tushiramiz. Qani amsa yana bir qaytlaylik. Har bir pozitsiyada chashma qo'l shaklini ishlatamiz. Ham bo'yinni yenik atamiz. Etak ko'tarish. Qanot qo'l. Barang qo'l. Yerim barang, yerim guldasta. Guldasta. Beg'ish aylantirish harakati qizlarning eng ko'p ishlatadigan asosli qo'l harakatlarining biri. Barmoqlarni oldi bilan alqonning ichiga qaratib egib, beg'ishni aylantirib, qo'lni tik chashma shakliga akilamiz.
mushu xil holatda mashq qilsak bo'ldi. Qini əmsə biz beğiş aylantırış hərəkətini bay üyəngən 5 xil qolның turaqları bilan birləşdirib baxaylı. Uyghur ənənəvi usulumuzdakı put turaqlarınыңmı özüge xas namları var. Bugün ən addi şəkildəki putның turaqları bilan tanışıb çıxımız. Birincisi qoşmaq. İki put bir-biriga juplashib, put alqanlari yerga to'liq qo'yildi. İkincisi tumarcha. Putning alqanlari yerga to'liq qo'yildi. İki tapan juplanib, put uchi bir g'ilish kenglikda echildi. Eg'irlik putga tekshi tushdi. Üçüncüsü mıxcha. O'ng yoki so'l putni yana bir tumarcha shakllik putning oldiga echilgan holatda qo'yamiz. Bir putning uchini oldiga tuz holatda yengil qo'yamiz. Eg'irlik yana bir putga tushadi. Buni oldi terak deb ataymiz. Agar harakatlanayotgan put yonga kelsa, yon terak, kayni kelsa, kayni terak deb atiladi. Buningdagi talab harakatlanayotgan put mayli oldiga yoki kayniga kelsin, cho'qim echilib turishi, muskullar ustiga tortilishi kerak. Eg'irlik tushgan put tarafdagi yonboshda o'ltirib qilishga bo'lmaydi. Harakatlantirgich putni kayni tarafga qo'yamiz. Tizlar sal egildi. Eg'irlik ikki putga teng tushadi. Bu xil put shaklini chakma deb ataymiz. Qo'shmaq. Tumarcha. Mıxcha. Oldi terak, yon terak, kayni terak, chakma.
Uyg'ur usulida o'g'illarning harakatlari qizlarnikidek avrishim, nozik bo'lmasdan, balki jonliq, ko'rkam, mardona o'rinlandi. Harakatlarda yigitlarga xos jasorat namoyon bo'lishi kerak. O'g'illarning usul o'ynagan chog'dagi badan tutish holati intayin muhim. Qo'rsoq sog'rini ichiga tortib, butun badanni yuqoriga ko'taramiz. Ko'krakni kerib, ingakni ozroq ko'taramiz. Bu xil holatda harakatlar jo'shqin, mardona, tetik ko'rindi. O'g'illarning qo'l shaklining holati mundaq. Barmoqlar bo'sh holatda bir-biriga yaqin turdi. Bosh barmoq boshqa barmoqlardan ayrilib turdi. Tuz, jonliq shaklda qo'lni oldi kayniga o'raymiz. Ondan bu xil harakatni bo'lsa, beg'ish aylantirish ham alqan qayrish deb ataymiz. O'g'illar beg'ish aylantirganda barmoqlar bo'sh juplangan holatda ichiga ozroq egilib, beg'ish aylantirildi. Alqan sirtqa qarab, beg'ish qayrilgan holatga kelib to'xtaydi. Endi o'g'illarning bir necha xil qo'l turoqlari bilan tanishib o'taylik. Birinchisi bel bog'lash. Ikki qo'lni tang ichib, o'ng yoki so'l qo'lning dumbisini kayni belga yengil qo'yamiz. Yana bir qo'lning bosh barmog'ini ko'tarib, boshqa barmoqlarni yengil tugib, belbog'ning yon tarafiga akilamiz. Ikkinchisi qanot. Ikki qo'l yonga qanot shaklida ichilib, mo'ri bilan tang holatga kelganda beg'ish qayrilib, alqan sirtqa qarab to'xtaydi. Qo'llar ikki yondan ustiga takshi ko'tarilib, boshning ustiga kelib, alqanlar yuqoriga qarab to'xtaydi. Buni baran qo'l deb ataymiz. Mo'rini pastga tushiramiz. To'rtinchisi ochimoq qo'l. Ikki qo'lni ustidan o'zaro o'tishtirib, ko'krakning oldida to'xtatamiz. Endi biz o'g'illarning harakatidagi 6 xil put pozitsiyalari bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi qo'shmoq. Ikki put ching jublanib, putning alqanlari yerga to'liq qo'yildi. Ikkinchisi tumarcha. Ikki putning uchi bir g'erich atrofida ochildi. Uchinchisi mixcha. Bir putni yana bir tumarcha shaklli putning oldiga akilamiz. Bir putning uchini oldiga tuz holatda yengil qo'yamiz. Eg'irlik yana bir putga tushadi. Buni oldi terak deb ataymiz. Agar yonga kelsa yon terak, kayni kelsa kayni terak deb atildi. Buningdagi talab harakatlanayotgan put mayli oldiga yoki kayni kelsin, cho'qim ichilishi, muskullar ustiga tortilishi lozim. Eg'irlik tushgan put tarafdagi yonboshda o'ltirib qolishga bo'lmaydi. Harakatlantirgich putni kayni tarafga chekib qo'yamiz. Tizlar egilib, eg'irlik ikki putga teng tushadi. Chakma shakl. Harakatlantirgich putni yana bir putning tiz egizligiga ko'tarib, yonga qo'yamiz. Eg'irlik ikki putga teng tushadi. Bu acha yoki karma deb atildi. Qo'shmoq. Tumarcha. Mixcha. Oldi terak. Yon terak. Kayni terak. Chakma. Acha yoki karma.
Bugun biz oddiy shakldagi bir necha xil put va qo'lning pozitsiyalari bilan tanishib chiqdik. Kelarki soatda yana o'xshamagan qo'l pozitsiyalarini, oddiy qadam harakatlarini o'rganamiz. Agar savolingiz bo'lsa, menga xat qoldirib qo'ying. Amsa kelar shanba kuni ko'rishaylik.